Hurmatli obunachilar, navbatdagi videomiz vobshe o'zgacha instrumentlar haqida gap olib boramiz. Endi hammasi yangi bo'lavermas. Ba'zi birlar uchun narxlari, rabotasi ham istab yurgan akalarimiz bor. Shunaqalarga rabochi motoblogimiz bor. Motorida, korobkasida balolar, xullas ishi yo'q umuman. Aybi rabochi ishlatsa bo'ldi. Narxi keladigan bo'lsa, o'ta qulay 1,5 million so'm. Olib borasiz, ishlatasiz, avtomobilni almashtirasiz. Shu. Endi joylarimiz hozir payt keldi. Ozgina kunda siloz makka o'rimlari boshlanadi. Mana silozdan chiqargani qizil joylarimizni ham rabochi holatdagilar terib qo'yamiz. 2,5 million, 2 million 300 ming sotilayotgan mana joylarimizning narxi 1 million 450 ming so'mdan. Hammasi soz holatda bo'lgan, motorlari ochilmagan. Universal drabelkalarimiz ham bor. 1,5 million so'mdan. Rabochi holatda, motorlari o'ta udar, hali ochilmagan holatda, ozginadan ishlagan. Aybi shu. Kimga shunaqa texnikalar kerak? Bemalol murojaat qilinglar, o'zingizlar bilgan Namangan Uychi Lager ko'cha boshida agrotexnika do'koniga murojaat qilinglar. Do'konimizda barchani kutib qolamiz. Barchaga rahmat. Like, podpiska esdan chiqmang.